Hammaga bugun skuterning tezligini kamaytirish bo'yicha bitta video kurs qo'yib o'tamiz. Bizga mana shunday potentsiometr kerak bo'ladi. Miyadan chiqayotgan o'zi 3 ta rangli sim chiqadi. Qizil, qora va gazniki bo'lib chiqadi. Potentsiometrda bir simi miyadan kirayotgani, ikkinchisi gaz o'chga ketayotgan joyga o'rtasidan uzilib ulanadi. Keyingisi qora sim minusga ulanadi. Mana shu holatda 3 ta sim 3 oyog'iga ulanadi. Endi shunchaki mana chap tomondagi qoraga minus baylanadi va bu ikkita mana bu yashil simni o'rtadan uzilgan yashil sim ketgan simni farqi yo'q. Qaysi tomonga ulanishi qizig'i yo'q. Mana potentsiometrda mana bu tomonga qilganda chap tomonga to'g'ri keladi. Minus. Mana bu ikkita oyog'iga esa uni qizig'i yo'q. Qaysi faqat prosta mana shunday ketgan yashil simni o'rtasidan uziladi-da, ikki oyoqqa baylab qo'yiladi. Bo'ldi. Mana ishlab turibdi hammasi joyida. Buni nimadan oldik? Sotuvda bor, 15 ming turadi, lekin jinli televizordan hoziroq buni o'rnatdik. Ataga o'zi 10 ming, 15 ming so'm narsa bu.